bozor bayligini bilib turibsiz, grafikni chizdingiz, texanalizlar qildingiz, hammasi aniq-tiniq, mana shu joydan uchadi deb kirdingiz, lekin borib stop bo'ladi. 2 minut o'tmasdan turib narx именно siz analiz qilgan tomonga qarab raketa bo'lib uchib ketadi. Eng yomon joyi nima bilasizlarmi? Siz to'g'ri o'ylagansiz, to'g'ri analiz qilgansiz, lekin noto'g'ri paytda kirdingiz. Ko'pchilik mana shu joyda bozor meni poylab turibdi deydi. Yo'q, unaqa emas. Bozor sizlarni $100 pullarga qarab qolgan joyi yo'q. Bugun bu videoga vaqt ajratasizlar, lekin men sizlarga va'da beraman, bu video sizlarni tradingga qarashinglarni 180 gradusga o'zgartiradi. Bugun grafikni ochamiz va real misollarda hammasini ko'rsatib beraman. Qatta 90% odam kirib yiqilayotganini, professionallar qatta kutib kirayotganini. Bugun kirishni emas, kutishni o'rganamiz. Tayyor bo'lsanglar agar boshladik. Endi men sizlarga bitta prinsipni ko'rsataman. Mana shu prinsip bilan agar ishlaydigan bo'lsanglar, ishonaveringlar, stop losslarning soni ancha-muncha kamayib ketadi. Endi grafikka diqqat bilan qaraymiz. Tasavvur qilaylikki, hozir bitta mana shu, chizma grafikni men sizga ko'rsatib beraman, чтобы tushunishingiz osonroq bo'lishi uchun, keyin bitta real grafikni ham ko'ramiz. Hop, tasavvur qilamiz, что narx uровеньga keldi. Mana bu yerda mana o'sha уровень bor, уровеньdan reaksiyani olyapti. Selga kirgan bo'larmidingiz yo'qmi? Bilaman, bu yerda hamma selga kirgan bo'lardi. Stop losslar qayerda bo'lardi? Hammani stop lossi bitta joyda, ya'ni maksimumda bo'ladi. Mana shunaqa qilib kirgandan keyin odamlar xafa bo'lib yurishadi. Nimaga meni stop lossimni urdi, keyin ketdi. Bozorga meni o'sha $100-200 pulim kerak ekan deb o'tirishadi. Aslida siz noto'g'ri qilgan narsangiz shuki, bilib qo'yinglar, narx уровеньdan ketishdan oldin har doim mana bu yerda selga kirganlar bor, stop losslar teparoqda turibdi. Hammani demak stop lossini uramiz, yig'ishtiramiz. Bozordan kerak emas traderlarni, undan keyin o'sha narx pastga qarab tushishni boshlaydi. Yoki bo'lmasam pastda agar уровень bor bo'lsa, pastga ham mana bu yerda kimlardir bayga o'sha kirish mumkin. Stop lossi hammaniki bitta joyda bo'ladi, minimumda bo'ladi. Mana shu stop losslarni urganimizdan keyin narx o'sha tepaga chiqib ketishni boshlaydi. Mana shu prinsipni eslab qolinglar. Уровеньga narx keldimi, doim ложный пробой bo'lishini kutamiz. Liquidity sweep deydi kimdir, masalan, ложный пробой, fake out deydi, kimlardir shake out deydi. Umuman farqi yo'q. Qanaqa nomlanishdan umuman farqi yo'q. Prinsip bitta. Ortiqcha traderlar chiqib ketishi kerak. Ya'ni likvidnost bor bo'lgan joy bu. Aslida stop losslarni urish uchun emas, bu yerda likvidnost juda ham ko'p bo'ladi. Chunki selga kirib stop lossini hamma bitta joyda qo'ygan bo'ladi. Likvid boya tushuntirib berdim. Hop, endi real grafikda ham misol topishga harakat qilamiz. Tak, mana bu yerda bitta maksimum bor. Endi e'tibor beramiz. Tak, narx mana bu yerda birinchi maksimumni yasadi, mana bu yerda qaytdi, yana bir marta qaytdi, mana bu yerda ozgina yetmay qo'ygan ekan, yana bir marta kelishini kutamiz. Keldi, reaksiya bor. Selga kirgan bo'larmidingiz? Bo'lardingiz. Hamma mana shu yerda selga kirganlarni stop lossi qayerda bo'ladi? Mana yerda selga kirildi, stop loss shunda o'zini demak tepasida bo'ladi. Lekin narx pastga tushishi uchun bizga ложный пробой kerak. Ya'ni likvidnostni yig'ishtirib olishimiz kerak bo'ladi. Xuddi mana shunga o'xshagan narsa. Demak, stop loss yig'ishtirildi, maksimum urildi, bundan keyin narx o'sha pastga tushishni boshladi. Ko'rib turganlaringizdek. Mana shu prinsipga iloji boricha amal qilinglar. Shu narsa bilan ishlasanglar, stop losslarning soni ancha-muncha kamayib ketadi. Hop, bizga просто sweepni o'zi, ya'ni ложный пробойni o'zi kamlik qiladi. Bizga yana bitta tasdiq kerak. Ya'ni trend o'zgarish kerak. Bozordan biz yana bitta qo'shimcha tasdiq olishimiz kerak. Bu bo'lishi mumkin strukturani buzilishi yoki bo'lmasam trendni buzilishi. Mana shu narsa bizga tasdiq bo'ladi. Narx agar oldin pastga tushib ketgan bo'lsa, bundan keyin iloji boricha tepaga уже yorib o'tib ketish kerak. Mana shu yorib o'tganda yoki trend buziladi yoki bo'lmasam struktura buziladi. Struktura deganda hammamiz bilamiz, minimum, maksimum, to'g'rimi? Yana ham pastroq minimum, yana ham pastroq maksimum, yana ham pastroq minimum, maksimum va oxirgi minimum. Eng oxirgi maksimumni demak narx yorib o'tib ketish kerak. Mana shu narsa bizga tasdiq bo'ladi. Iloji bo'lsa, shu narsani screenshot qolsanglar ham bo'ladi, o'zingizlar uchun chizib olsanglar ham bo'ladi. Mana shu narsadan keyin bizda o'sha ikkinchi tasdiq bo'ladi. Haqiqatan ham trend o'zgardi, o'zgargan tarafga o'sha keyin kirsa bo'ladi. Endi
Agar bozorning strukturasi bilan ishlayotgan bo'lsanglar, eng ko'p qilinadigan xatolardan bittasini sizlarga ko'rsataman. Strukturani lokalniy struktura bilan globalniy strukturani adashtirib qo'yish. Mana shu joyda juda ham ko'pchilik odam minus qiladi xato tufayli. Buni tushuntirib beraman nimaligini. Lokalniy struktura degani bu ichki struktura, ya'ni bizda trend masalan pastga tushyotdi, to'g'rimi? Mana shu pastga tushayotgan paytda buni ichida ham o'ziga yarasha demak strukturasi bo'ladi. Mana shu ichki strukturani globalniy struktura bilan adashtirib qo'yib, masalan mana strukturasi buzildi, bitta oldingi maksimum buzildi, mana shu strukturani demak, bayga kirgan taqdirda ham globalniy ketadi deb o'ylab, ya'ni take profitni juda ham katta qo'yib ishlash eng katta xatolardan bittasi. Eslab qo'yinglar, kichkina struktura bilan ishlayapsizmi, demak take profitingiz ham, stop losslar ham hammasi o'sha kichkina strukturaga yarasha, kichkina time framega yarasha bo'ladi. Endi bitta real grafikda ham mana shu strukturani ko'rishga harakat qilamiz. Hop, globalniy struktura deb nimani aytadi? Globalniy struktura bu katta time frame'ni strukturasi. Masalan, bizda hozir 1 soatlik time frame va 1 soatlik time frame'da ko'ramizki, trend bizda tepaga qarab o'syapti. Lekin katta impuls bilan pastga, yana maksimum, yana pastga va maksimum. Demak, bizda nima bor? Struktura bor. Pastga tushuvchi struktura. Maksimum, pastroq maksimum, minimum, yana ham pastroq minimum. Shundan keyin narx to'xtadi bu yoqda, impuls bilan tepaga buzib o'tib ketdi. Nimani buzdi? O'zidan bitta oldingi ekstremum, ya'ni mana bu maksimumni buzib o'tdi. Bu bizga trendni tepaga yana o'zgarganini bildiryapti. Hop, bu narsadan keyin nima bo'ladi? Ya'ni struktura buzilgandan keyin doim atkat bo'ladi, ya'ni korreksiya bo'ladi, orqaga qaytib beradi. Lekin hop, kichkinaroq time frame ga o'tsak yoki bo'lmasa yaqinlashtiradigan bo'lsak, bizlar nima ko'ramiz? Yana boshqa strukturalarni ko'ramiz. Mana ichida o'zini yana boshqa strukturalari ham bor. Mana shu ichki strukturalar bular уже lokalniy struktura deyiladi. Lekin lokalniy struktura bilan unaqa katta diapazon bilan ishlash kerak emas. Ko'pchilikni mana shu minus qiladigan joyi, ya'ni strukturada adashib qo'yadigan joyi, kichkina struktura bilan kirib katta diapazonli take profit qo'yish, ya'ni katta maqsadlar bilan ishlash ko'pchilikni demak minus bo'lishiga sabab bo'ladigan narsalardan bittasi. Hop, yana bitta narsa bor bu yerda. Bilyapmiz, что katta struktura buzildi. Katta strukturadan keyin nima bo'lish kerak? Orqaga atkat bo'lish kerak, qaytib berish kerak. Narx oxiriga o'sayotgan paytda yana ham kichkina strukturalar bor. Maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum va o'zidan bitta oldingi minimumni nima qildik? Impuls bilan yorib o'tdik. Bu bizga уже qanaqa tushuncha beradi? Bu tushunchani beradiki, что yaqin orada demak korreksiya boshlanishi kerak. Mana shu korreksiyani birinchi demak alomatlari. Buzib o'tdi, buzgandan keyin orqaga qaytib berdi, yana pastga ketdi. Bu yoqda nima bor? Bu yoqda уже yana boshqa struktura. Bu уже lokalniy struktura. Maksimum, pastroq maksimum, pastroq minimum, yana ham pastroq minimum, pastroq maksimum. Ko'ramiz, что oldin demak bizda katta time frame, ya'ni katta model, katta struktura buzildi. Katta strukturani retestiga narx lokalniy struktura bilan yana bir marta qaytib kelyapti. Narxni demak oxirgi maksimumimizni lokalniy strukturani maksimumini buzib o'tdik. Bu как бы уже o'rtacha struktura bo'ldi, lekin bundan ham ko'ra kichkina strukturalar bor. Masalan, mana bu yoqda bor. Ya'ni ko'ramiz, narx tepaga o'sayapti. Maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum va nima bor? O'zidan bitta oldingi minimumni demak narx buzib o'tdi. Bu bizga trendni yana orqaga, ya'ni yana pastga tushishini ko'rsatyapti. Lekin qiziq joyi shundaki, katta struktura bizda buzildi va katta strukturadan biz уже reaksiya olamiz. Tepaga, mana bu yoqda tepaga olamiz. Bu yana ham kichkina struktura. Bu yoqda faqatgina strukturalar bilan ishlash bir ozgina kamlik qiladi. Iloji boricha volnovoy analiz, ya'ni Elliot to'lqinlarini agar o'rganib olsa, undan ham zo'r bo'ladi. Kanalimda Elliot to'lqinlarini ham tushuntirib berganman. O'sha Elliotni teoriyasini, impuls to'lqinlari, korreksionniy to'lqinlar hammasini ko'rsatib bergan. Bu yoqda demak bizda nima bo'ldi? Korreksionniy to'lqin bo'ldi. Bu korreksiya, ya'ni o'rtacha strukturani, mana bu o'rtacha strukturani biri, ya'ni Elliot bo'yicha 1, bunisi уже 2. Ko'rasizlar, agar Elliot bilan, ya'ni to'lqinlar bilan kombinировать qilib, biriga qo'shib ishlatadigan bo'lsangiz, уже
adashib qo'ymaysizlar, ya'ni korreksiya nima, impuls nima, qachon, qancha движение kutsa bo'ladi. Mana shu narsalarni demak taxmin qilishinglar, analiz qilishinglar yana ham osonroq bo'ladi. Ketdi shu bilan. Mana bu yerda dalshi bo'lish qaraydigan bo'lsa, yana ham kichkina strukturalar bor. Masalan, mana bu ichki struktura, yana ham ichki struktura. Mana bu yerda maksimum, minimum bor. Mana bu yerda yana bitta maksimum, yana minimum, yana maksimum. Qizil joy ekan, mana qaraymiz. Bizda demak bitta oldingi minimum, ya'ni bu struktura. Ketyapman, tepaga o'suvchi struktura, lekin nima bo'ldi? Impuls bilan pastga yorib o'tdi. Bu o'z aslida bizga trendni yana pastga razvorotini bildiradi, lekin narx javnaqa ko'p yurgani yo'q. Ozgina reaksiya oldi. Mana bu minimumgacha narx yetib keldi, lekin bundan o'tib keta olmadi. Nimaga? Chunki bu ichki struktura kichkina trend. Lekin bizda katta trend bor edi, katta struktura bor edi, что уже narxni tepaga o'zgartirganligi haqida. Kichkina strukturalar bilan ishlasa bo'ladi, o'ziga yarasha, demak kichkina tek profitlar bilan, kichkina diapazonlar bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Hop, yana bitta narsa aytib ketaman sizlarga. Narx qaysidir tarafga yurishi uchun iloji boricha bizga demak birinchi o'rinda kattaroq impuls kerak bo'ladi. Agar narxda katta harakatlar yo'q, to'xtab qolgan bo'lsa, iloji boricha chiqib ketish kerak bo'ladi. Yana bitta foydali narsa, globalniy struktura bilan lokalniy strukturani ajratishning yo'li bu oddiygina time frame. Masalan, H4 yoki D1 yoki bo'lmasa eng kamida H1 time frame'lardagi strukturani globalniy struktura deb oladigan bo'lsak, undan kichkinasi o'sha M15 yoki M5, xullas kichkina time frame'lardagilar bular o'sha lokalniy struktura bo'lishi mumkin. Har doim iloji boricha birinchi o'rinda katta time frame'dan boshlab qaraymiz. Katta time frame, masalan, struktura pastga buzilgan, ya'ni trend o'sha pastga buzildi, bundan keyin o'sha korreksiya orqaga qaytib beradi, yana pastga tushib ketish kerak. Bo'ldi, sizda o'sha shunaqa tushuncha bo'lishi shart. Lekin mana shunaqa paytda aytaylikki M15 time frame'da sizda mana bunaqa joylarda bayga signallar bo'lib qolishi mumkin. Mana bu yerda ham masalan slom struktura bo'lgan bo'lishi mumkin. Strukturaning buzilganligi bo'lishi mumkin. Mana bu yerda sizda masalan bayga signal bor. Bayga вроде бы kirishingiz kerak. Lekin katta time frame nima deyapti bizga? Katta time frame pastga o'tganligi uchun mana bu kichkina time frame'ni signallaridan yoki foydalanmaymiz yoki foydalangan taqdirimizda ham iloji boricha tezroq chiqib ketishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Endi sizlarga bitta vazifa. Hozir videoni pauza qilasizda, birinchi katta time frame'dan boshlaysiz. H1, H4 yoki bo'lmasam D1 time frame'da birinchi globalniy strukturani topib oling. Globalniy strukturani topganingizdan keyin ichida уже yana ham kichkinaroq time frame'ga o'tasiz. M30 yoki M15 yoki M5 time frame'larda undan ham ko'ra kichkina lokalniy strukturani topishga harakat qiling. Ana shundan keyin yana videoni playni bo'lsa davom ettirsangiz bo'ladi. Grafikni hamma ko'radi, lekin ichidagi harakatni tushunganligini pul qiladi. Sweep bor, lekin boss yo'q. Demak, savdo ham yo'q. Yengillik payti ishlash kerakmi? Ehtiyot bo'lish kerak. Doim ham ishlaydimi desanglar agar yo'q. Lekin ehtimolni ozgina oshirib berishi mumkin. Bu narsalarni biladiganlar ko'p, lekin pul qiladiganlar kam. Nimaga desanglar, ko'pchilikda sabr yo'q. Men kun bo'yi o'tirib bitta ham trade ochmasligi mumkin. Mana sistemamga mos setaplar, shartlar agar bo'lmasa, demak savdo ham yo'q. Eslab qolinglar, bozor hech qachon shoshilmaydi. Shoshiladigan doim o'zimiz. 90% odam paqillatib kirib ketadi, atigi 10% odam kutadi, pul qiladi. Savol, siz qaysi birisiz? Kommentariyada yozinglar, siz ko'proq qaysisiz? Shoshib kiradiganmi yoki kutib o'tirib keyin kiradiganmi? Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda bundan ham qiziqarli, foydali mavzular bor hali. Agar meni qachon kirganim, bozordan nima kutayotganim, ideyalarim qiziq bo'lsa, Telegramda bo'laman. Telegram kanalimiz silkasi opisaniyada. Ko'pchilik kurs ochish uchun harakat qiladi, ya'ni sabab qidirishadi. Men esa oxirgi yillarda naborot kurs qilmaslikni sababini qidirdim. Juda ham ko'p murojaatlar bo'ldi, lekin kurs qilganim yo'q. Chunki kurs meni vaqtimni oladi, e'tiborimni tradingdan chalg'itadi. Lekin oxirgi paytda murojaatlar juda ham ko'payib ketdi. YouTube'dagi videolaringizni ko'rdim, aynan sizdan o'rganmoqchiman deydi odamlar. Ba'zilari boshqa kursga borib o'qidim, lekin hech narsa ola olmadim. Siz YouTube kanalingizdagi videolarda ulardan ko'ra ko'proq narsa oldim deydi. Instagramdagi yolg'on natijalar, yolg'on va'dalarga aldanib qolayotganlarni ko'rib, bitta tizimli kurs ochishga qaror qildim.
Bu kursni maqsadi prosta odamlarni o'qitib xayrlashish emas. Maqsad har bitta shogird bilan darsi tugagandan keyin ham ularni nazorat qilish, natijaga chiqishiga maksimal yordam berish. Bozorni o'zingiz tahlil qila olishingiz, bozorni strukturasini tushunishingiz va o'z tizimingizni qurib mustaqil trader bo'lishingiz. Kurs demak 3 xil formatda bo'ladi: standart, premium va VIP. O'zingizga qulay bo'lgan imkoniyatingiz va lokatsiyangizdan kelib chiqib tanlashingiz mumkin. Standart tarifida har hafta yangi darslar chiqadi. Haftada 3 marta va darslar tugagandan keyin ham 6 oy davomida darslarni qayta ko'rib, takrorlash imkoniyati bo'ladi. Bu tarif menga materiallarni ber, men o'zim o'rganib olaman deydiganlarga to'g'ri keladi. Keyingi tarif bu premium. Premiumda xuddi standartdagidek darslar plus har hafta oxirida jonli savol-javob darsi va 3-4 yana qo'shimcha strategiyalar ham o'rgatiladi. Keyingi tarif VIP. Bu butunlay boshqa format. Individual yondashuv, haftada 3 marta jonli dars bo'ladi. Toshkentda bo'lsangiz, darsxonada, ya'ni offline dars. Agar Toshkentda emas, boshqa shaharda, boshqa viloyatda yoki boshqa davlatda bo'lsangiz, Zoom orqali onlayn qatnashishingiz ham mumkin. Dars, vaqt va guruh bitta bo'ladi. Faqat qatnashish shaklini o'zingiz tanlaysiz. Har bitta dars jarayoni yozib olinadi va 1 yil davomida guruhda saqlanadi. Kelolmay qolgan bo'lsangiz yoki videoni o'sha darsni boshqatdan yana bir marta ko'rmoqchi bo'lsangiz, bemalol o'zingizga qulay bo'lgan paytda kirib tomosha qilib olishingiz mumkin. Yana bitta narsa, har bitta mana shu 3 ta tarifni darslari tugagandan keyin bitta umumiy yopiq community guruh Telegramda gruppamiz bo'ladi. Bu gruppadan maqsad darsni tugagandan keyin olgan ilmlaringizni ko'nikmaga aylantirib borishingiz uchun va men sizlarni nazorat qilishim uchun kerak bo'ladi. Xo'p, endi guruhga yetarlicha odam yig'ilishi bilan o'sha guruhni darsi boshlanadi. Agar ariza qoldirsangiz, hozirgi yig'ilayotgan gruppaga qo'shilib olishingiz mumkin. Endi sizlarga yana bitta yaxshi xabarim bor. Bu ma'lumotlarni atilabdan videoni oxiriga qo'yaman. Bilaman, agar boshlik o'rtasida qo'ysam, juda ham ko'p odam keladi, demak, juda ham ko'p odam ko'radi. Lekin menga ko'p odam kerak emas, menga to'g'ri odam kerak. To'g'ri deganda, mana shu YouTube'dagi berayotgan bilimlarimni qadrlaydigan, videolarni oxirigacha ham ko'radigan auditoriya kerak, sodiq auditoriya. Shuning uchun ham siz aynan mana shu videoni oxirigacha ham ko'rgan auditoriyam bo'lganingiz uchun sizga doimiy chegirma amal qiladi. Bu chegirmani boshqa hech qayerda e'lon qilmayman. Faqat mana shu joyda shu videoni oxirigacha ham ko'rganlar uchun. Ya'ni standart tarifning narxi sizlarga 3 million bo'ladi, premium tarifning narxi 5 million, VIP tarifning narxi 15 million bo'ladi. Bu videoni oxirigacha ham ko'rmaganlarga ishonaveringlar, narx balandroq aytiladi. Agar siz ham tradingni tizimli o'rganmoqchi bo'lsangiz, pastda saytga ssilka qoldiraman, kirib arizani to'ldiringlar va aloqaga chiqilgan paytda mana shu videoni ko'rgan edim, narxlar menga boshqa chetilgan edi desanglar bo'ldi, mana shu sizlarga hozirgi aytgan narximda yozib olishinglar mumkin bo'ladi.